Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi Urgan shahrida yarim plan hovli joyimiz 90% jihoz bilan sotib chiqilgan. Fasaddan ko'rish mumkin. Kamera bilan jihozlangan ajoyib joy. Hamma sharoitga ega. Bismillahirrohmanirrohim deb obzor etsak. Lokatsiyasiga kelsak, aeroportski Maxtumquli ko'chasida joylashgan ekan obunachilarimiz. Girish yerimiz hovlimiz. Prixoshka zonamiz o'ng tarafimizda joylashgan ekan. Halqanadan Ezzetarida. Xalas kvartirani qo'ysam, bemalol 300-400 dollar o'tiradi degan bo'lar. Hovli joy talab kuchli, berimizga xolging tushgan uголокlarimiz, stollarimiz, trezorlarimiz hammasi ustanotga bo'lgan. Bu yerda rakoyna zonamiz sovuq su kelib turibdi. Berimizga oynamiz ikkallama qo'yilgan, konditsioner o'rin, bu yerda kamerani ko'rishlar mumkin obunachilarimiz. Shkafimiz, bu yerda radiator, bir emas, ikki danasi qo'yilib o'tilgan ekan. Ikkinchi qavatga chiqadigan listamiz chiroyli yuz o'tilgan ekan obunachilar. Xullas, joyini sotib, endi oilasi kengroq tunov kengaygan shu endi sotishga ahd qilibdi. Bu o'zi sotqigan joy emas. O'zimiz ham sotib berganmiz buni, endi yana biz ham sotacak obunachilarimiz. Qaytadan bir reklama chiqaracakmiz. Endi bu koridor, spalni, yuvishxona, narigi tomonimiz oshxonamiz. Benimiz ham oynasi koridorga qaragan. Fotoreklamasiga kerak natijnoy. Devorlari yakka o'ziniki, o'ngdagi, chapdagi xullas devor oddiy qo'shnilarga qarab nisbatan. Spalnimizda jihozlarni ko'rishlar mumkin. Beni jaluzlarimiz yana arka qismidan ham ko'rishlarga bu tomondan ham jaluzi bor. Ikkallama qo'yilib turgan. Bedene spalni sifatli matraslar qo'yilgan, turmosi, ikkita to'mchasi, shkafimiz, vagonchiklar obunachilar. Ko'rishdingiz. Mendan patologlarimizga kelsak, qaymoqsiz ventilyatsiya joylari ishlab turibdi. Yakka bo'lgandan keyin alohida qo'yilib o'tilgan. Eshiklarimiz trend paytidagi MDF eshiklar, oyoq telamiz yog'och bo'l, nolimiz laqlangan. Bu yerimiz ham 1 metr. O'ng tarafimizda sanuzilimiz, bu tomonimizda oshxonamiz. Eshiklari alyumindan, oyoq tela kafel bo'lgan. Berimizga kelsak, birlik vanna, fortishkalari bor, perdalar qo'yilgan. Patologlarimiz yana qaymoqsiz natijlar. Santexnik ishlar hammasi ustanotga o'tirdi. Qaynamiz, kir mashinasi ham yana ustanotga bo'lgan ekan. Bu yerda boyler qo'yilib o'tirgan obunachilar. Endi oshxonamizda alohida e'tibor bersak, berimizda radiatorimiz, ömür sistemasının həmin iş katyola tapşırıq kopmuş qızdırasanda. Olbek firmanıken Troyski. İndi tak, verdə mikronovkelərimiz, qaz plitamiz, moykamiz, fortuklarına kafillə olğan. Görüşləmək obunaçılarının benim bir xilətib qaymaq suyet. Matücdə tartılmağa. Vaxtamana gezək, yine vaxtaman. Özünə rahada bir tema olub tutdu. 180 metr vaxtamanın. O deyildi. Yine desek burada 180. Xullas, yine birinci qavatlarını dağıtırdık. İndi ikinci qavata çıxsaq. Xullas, cayımızda hər bir müzaza özünə tartadan cay desek болады. Lekin toçya, yaxşı toçya caylaşan. İkinci qavata çıxdıq. İkinci qavatda ön tarafımızda iki xana, çap tomonda katta zalımız. Zalımız şöyle alıp getirdim. Stolu 12 adamlık, trezorumuz, pastapkeler var ekan. Yine pastapkeler alıp getirildi ekan. Kalan gelen perdeleri kaladı. Benim yine çıraylısından, acayipından perdeler ustanıkya boptu. Balkonu benimizde bu ama yok mu öyle? Benimçeli. Balkon yok adı. Neredeyse balkon var. Şimdi spanyasını görsek, spanyasını şöylemizde alalım cihazları buluş gerek. Yes bilen getleşemiz. Bir de indi bir adamın adını ölçü karavat, şkafımız, jalüzülarımız, türüması, radiatorları var. Birimizde oynası, taşkarga karaganda kabulacılar. Ne cayımızam, bu feyzi desek hem болады ekan. Koridor suniyella qo'yilgan. Bu yerda yana bir
Onun firmalı konditsioneri. Yerden bir xonamiz. Ixchamli zal. Ben oynası. Köçək qismi qaran setçələri bu. Radiatorlarımız var. Общий şunda 4 xanadan ibarət ekan. 2 ta konditsioner. Xullas ajoyib joy ekan. Narx-navosini egasi baholan kelishib, nima deymiz? O'zini kelishib qo'yacak narxini. Asosiy lokatsiyasi zo'r toshkada joylashganligi xabarlarimiz. Komfortli, ulikli joyimiz. Narxlar gelish ahvolda qo'yacak. Hisoblanmalarimiz ekranda nomer yozamiz. 88 530 nömrə bilan bağlansanızsa, narxını aytadi. Aytib o'talik. Mail kamerası bor. Страховка uchun. Sağ bo'linglar, boy bo'ling. Shuni videolikda kanal istaying bo'lsang, like esdan chiqmasin.